Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun oshqozon osti bezining roli va uningdagi kasalliklar degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi oshqozon osti bezininki qandaq roli borligi, uningga ta'sir ko'rsatadigan ziyonliq va foydali omillarning nima ekanligi, ham shundaqla uningda ko'p ko'riladigan kasalliklar, ularning alomati va uningdan saqlanish to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bolsun. Aşqazan astı bezi aşqazanның astı və qorsaqның keyni tərəfiga joylashgan organ bo'lib, balog'at yetganlarning oshqozon osti bezining cho'ngligi odatda 92 gram atrofida bo'ladi. Oshqozon osti bezi hazm qilish sistemasi va ichki ajratma sistemasiga tava qo'sh iqtidorli organ bo'lib, u bir tarafdan hazm qilishga yordam berish uchun enzim ishlab chiqarsa, yana bir tarafdan insulin, glukagon qatorliq hormon ishlab chiqarib, qondagi shakarning miqdorini tengshaydi. Ya'ni bu oshqozon osti bezininki asosliq xizmati yoki roli. Bu rasmda ko'rayotganinglar shu oshqozon osti bezi va oral hujayrasi bo'lib, bu mushu diabet kasalligining paydo bo'lishida muhim rol o'ynaydigan insulin moddasini ishlab chiqaradigan organ, ya'ni oshqozon osti bezining qurilmasi bo'lib, bu mushu badanimizda insulinning ishlab chiqarishda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir a'zo. Agarda shu oshqozon osti bezida masala ko'rilgan vaqtida bo'libmi bak uningki insulin ishlab chiqarishi to'salg'uga uchirgan vaqtida bizda shu diabet kasali paydo bo'ldi. Ya'ni badanda yetarlik ishlab chiqarilmagan bu insulin sababidan badandagi shakar parchalanib, badan tarafidan qo'llanilmaydi. Natijada qondagi shakar moddasi ishib ketadi. Bu shu bizningki diabet kasaliga giribtor bo'lish jarayonida muhim rol o'ynaydigan insulin moddasini ishlab chiqaradigan oshqozon osti bezi va uning qurilmasi. Oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishiga yordam beradigan omillar nimalardan iborat? Ya'ni qandaq ahvol ostida oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqardi degan vaqtida oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishini asosliqi qondagi shakar yoki glukoza qo'zg'aydigan bo'lib, uningdan boshqa ozuqliq moddalar va hormonlarmi oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishida muhim rol o'ynaydi. Oshqozon osti bezining insulin ajratib chiqarishni yaxshilashga yordam beradigan omillar tovandikicha. Birinchisi yemak-ichmak omillari. Ya'ni tarkibida to'yinmagan may va eriydigan tala mo'l yemakliklar, meva ko'ktatlar va dalliq ziroatlar, tarkibida oqsil mo'l bo'lgan o'riq go'shtlar. Bular oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishiga yordam beradigan asosliq yemakliklar. Bundan boshqa vitaminlar va hormonlarmi oshqozon osti bezininki insulin ishlab chiqarishiga yordam beradigan bo'lib, ularning ichida alayda tilga ilishga kerak bo'lgani vitamin D, melatonin, estrogen, ya'ni ayollik hormoni va o'sish hormoni. Bular oshqozon osti bezininki insulin ishlab chiqarishiga yordam beradigan muhim moddalar. Undan boshqa badan chiniqtirish insulinning sezgirligini oshirishga yordami bo'lishi mumkin.
yeterlik uxlashningmi insulinning sezgurligini oshirishga yordami bor deb qaralmoqda. Bular oshqozon osti bezning insulin ishlab chiqarishiga foydasi bo'ladi deb qaragan omillar yoki moddalar. Undaqda qandaq omillar oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishiga ziyonliq yoki qandaq omillar oshqozon osti bezininki insulin ishlab chiqarishni to'sib qo'ydi degan vaqtida metabolizm omili, ba'zi dorilar, ichki va tashqi muhit qatorliq ba'zi omillar oshqozon osti bezidagi insulin ishlab chiqaruvchi beta hujayrasini zaxmi qilib, oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishiga ta'sir yetkazdi. Masalan, metabolizm omili degan vaqtida qondagi shakar yoki glukozning ziyoda yuqori bo'lishi, bo'libmi qondagi shakar moddasining uzun muddat ziyoda yuqori bo'lishi, ziyoda ko'p shakar va may iste'mol qilish, oksitlanish, erkin may kislotasi. Bularning hammasi oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishga ziyonli omillar bo'lib, bu xil omillar ko'p ko'riladigan kishilarningki shakar kasalligiga giribtor bo'lish xatiri yuqori bo'ldi. Uningdan boshqa ba'zi dorilar, masalan, bakteriyaga qarshi dori, pentamin va xomushlik kasalini davolashda ishlatilgan ba'zi dorilarningmi oshqozon osti bezini zaxmi qilib, oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishiga ta'sir yetkazadi. Shunglashqa bu diabet kasalligidan saqlanish uchun bu oshqozon osti bezininki insulin ishlab chiqarishiga ziyonli omillardan yiroq turishimizga to'g'ri keldi. Oshqozon osti bezi bilan munosabatlik ahvollar. Qondagi shakar yuqorilab ketish, badanda bak glukagon moddasi ishlab chiqarganda kelib chiqadi. Qon shakar tövellab ketish, badandagi insulin bak ko'p bo'lgan vaqtida kelib chiqadi. Ya'ni birisi qondagi shakarninki bak yuqorilab ketishi bo'lsa, yana birisi qondagi shakarning bak tövellab ketishi. Bularning har ikkilisi oshqozon osti bezi yoki oshqozon osti bezi ishlab chiqargan insulin bilan munosabatlik. Ya'ni oshqozon osti bezi yetarlik insulin ishlab chiqarolmagan vaqtida yoki bo'lmasa biz ziyoda shakar iste'mol qilgan vaqtida qondagi shakar ziyoda yuqorilab ketishi mumkin. Andan keyin bu shakar kasalini davolash uchun biz ziyoda insulin ishlatgan vaqtida yoki oshqozon osti bezi bak ko'p insulin ishlab chiqargan vaqtida qondagi shakar hushtumtut tövellab ketishi mumkin. Oshqozon osti bezi bilan munosabatlik yoki oshqozon osti bezida ko'riladigan kasalliklar. Birinchi turlik diabet kasali. Oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarmaganda yoki ishlab chiqargan insulin yetarlik bo'lmagan vaqtida birinchi turlik diabet kasali kelib chiqadigan bo'lib, u odatda kichik bolalarda ko'p ko'riladi. Ikkinchi turlik diabet kasali. Oshqozon osti bezi ishlab chiqargan insulin o'z xizmatini unumlik, yaxshi o'tayolmagan vaqtida ikkinchi turlik diabet kasali kelib chiqadigan bo'lib, u odatda cho'nglarda ko'p ko'riladi. Uchinchisi, oshqozon osti bezi yallig'i. Oshqozon osti bezi suyuqligi, ya'ni bizningki tomoqlarni hazm qilishga yordam beradigan oshqozon osti bezi suyuqligi oshqozon osti bezidan ajratib chiqarilib, 12 barmoq uchayga yetib berishdan burun harakatga o'tgan vaqtida o'zini hazm qilish sababidan kelib chiqadigan bo'lib, u o'ti tosh bor yoki ko'p aroq ichadigan kishilarda ko'p ko'rildi. To'rtinchisi, oshqozon osti bezi raki. Mana bu 4 xil kasallik yoki 4 xil ahvol oshqozon osti bezi bilan munosabatli kasalliklar yoki oshqozon osti bezida ko'p ko'riladigan kasalliklar hisoblanadi.
Oshqozon osti bizning kasallik alomatlari. Oshqozon osti bizning kasallik alomatlari o'xshamagan kasalliklarda farqli bo'lsa-mu, ammo ko'pincha oshqozon osti bizda bo'ladigan kasalliklarda tuvandagi kasallik alomatlari o'rtaq bo'ladi. Birinchisi qo'saq og'rish va bel og'rish. Ikkinchisi ko'z to'rlashish. Uchinchisi suduk rangi qiniq bo'lish, cho'ng tarat rangi sus va mayliq bo'lish. To'rtinchi horg'inlik his qilish, oson charchash. Beshinchisi haddidan ziyoda usash va suduk miqdori ko'p bo'lish. Oltinchisi ko'ngli aynish yoki qusish. Yettinchisi qo'l, put chinqilish. Sakkizinchisi sababsiz o'riqlash. To'qqizinchisi seriqliq tushish, ya'ni ko'z va terining sarg'iyishi. Mana bular oshqozon osti bezida ko'riladigan kasalliklarning o'rtaq kasallik alomati. Oshqozon osti bezi kasalliklarining oldini olish. Birinchisi, badan chiniqtirishni izchil davom qilish va badan ig'irligini kontrol qilish. Ikkinchisi, o't yallig'i va o'tga tosh tushishining oldini olish yoki agar u kasallikka giribtor bo'lgan vaqtida davolash. Uchinchisi, may tarkibi tuvan yemakliklarni iste'mol qilish. Chunki may tarkibi yuqori yemakliklar oshqozon osti bezi yallig'ini keltirib chiqaradi. To'rtinchisi, aroq ichmaslik. Aroq ichgan vaqtida oshqozon osti bezi yallig'i va oshqozon osti bezi rakiga giribtor bo'lish xatari yuqorilaydi. Beshinchisi, tamok chekmaslik yoki tamokini tashlash. Tamok chekish oshqozon osti bezi raki va osti xarakterlik oshqozon osti bezi yallig'i xatarini oshirdi. Oltinchisi, qarorlik sog'lomlik tekshirish. Ya'ni vaqti-vaqtida sog'lomlik tekshirib turish, kasal bayqagan vaqtida uni vaqtida bartaraf qilish. Bu orqali biz o'zimizning oshqozon osti bez kasalliklariga giribtor bo'lishiningki ehtimolini tuvaltalishimiz yoki uning oldini ola olishimiz mumkin. Oshqozon osti bezi kasalliklarini bartaraf qilish. Birinchisi, diabet kasali. Bo'libmi insulin butunlay kam bo'lgan bemorlarni davolagan vaqtida ularga insulinni to'liqlash orqali davolash. Sağlam insonlarning insulin ishlab chiqaradigan oshqozon osti bezi oral yoki beta hujayralarini yo'tkash orqali davolash. Bu xildagi davolash hozir tajriba bosqichida bo'lib, uningki nihoyatda unum beradiganligi ma'lum, ammo bu texi keng ko'lamlik insonlarga ishlatilmadi. Kelgusida pat yaqinda balkim insonlarda sinov qilishga boshlashi mumkin. İkincisi oshqozon osti bezi raki. Kimyalik davolash, radiatsiya orqali davolash va operatsiya qilib davolash. Zo'r bo'lgan vaqtida oshqozon osti bezini kesib elib o'tish. Uchinchisi oshqozon osti bezi yallig'i. Yemaklik odatini o'zgartirish, dori bilan davolash, zo'r bo'lgan vaqtida operatsiya qilib oshqozon osti bezini kesib elib o'tish. To'rtinchisi, zarur bo'lgan vaqtida oshqozon osti bezini almashtirish. Ya'ni bu organ almashtirish ishida biroz murakkab bir operatsiya bo'lib, ba'zi kishilarda zarur bo'lganda oshqozon osti bezini almashtirish orqali davolash mumkin. Bugungi bu oshqozon osti beziniki roli va uning kasalliklar degan temadagi leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.